chet elda ishlab chiqarilayotgan butun inomarkalar orasida o'zbek segmentining qalbidan chuqur joy olgan va hattoki AK-74 bilan tenglashtiriladigan Toyota Land Cruiser. O'zbek segmenti uchun eng sevimli, topilishi qiyin bo'lgan, lekin off-road uchun eng mos keladigan avtomobillardan bittasi bu butun dunyo bo'yicha. Sababini endi aytib o'taman. Akam, nima uchun bu darajada bu avtomobil effektli? 335 ot kuchigacha bu dvigatel sizga taqdim qilib berishi mumkin. Ay образный 4 ta silindrli, 2 turbinli motor, gibridli uстановкасы bilan. Gibridli uстановканы bitta ko'ring. Bu gibridli uстановка sizga 630 atrofida newton-metr ham sizga taqdim qiladi. Har doimgidek narxini aytish bizda mutlaqo bepul. O'zbekistonga yetib borguncha bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 83 ming AQSh dollari bo'ladi. Kanadskiy spesifikatsiya bo'lganligi uchun 5 dona sifatli charmdan iborat bo'lgan o'rindiqimiz bor. 3-o'rindiq o'rniga sayohatga mo'ljallangan omborxonamiz ham bor. Off-road uchun ishlab chiqarilgan hamma avtomobillar ham bunaqa funksiyalar bo'lavermaydi. Razdatka, orqa differensial blok bo'lishi, stabilizator va bunga o'xshagan boshqa funksiyalar ham qo'shilgan bo'ladi. Agar sizga ham noodatiy pikaplar yoki off-road uchun avtomobillar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling.